Xormay rais bu, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Kelinglar yigitlar, nima xizmat? Shu desangiz rais, bu bayram oldi akukalar pul tashashib, o'rtada bir ehson qilmoqchi edik. Kamera bo'lib tur. O'shanga qiynalgan, nochor oilalar bo'lsa, ko'rsangiz qo'limizdan kelgancha ehsonimizni qilardik. Ha, shunaqa deylar. Yaxshi. Kakras shunaqa bitta oila bor edi. Unda yo'l boshlaylik. Ehsonimizdan topshiriq egasiga. Rais bu endi videoga o'tganimizni noto'g'ri tushunmaysiz. Ijtimoiy tarmoqqa qo'yamiz, aka. Bu videoni tarqatishdan maqsad kimlargadir ibrat bo'lsin deymiz edi. Yuringlar. Bu to'xtab turing rais, bu olmay tur kameraga. Bizni qaqib olib keldingiz. Bu opacham-ku, sharmanda qilmoqchimisiz bizni mahallaga? Ha, sizlar muhtoj oila so'radilaring. Mana men sizlarni muhtoj oilaga olib keldim. O'zlaringning opalaring muhtoj oilalar ro'yxatida turadi. Nimasidan yo'lyapsanlar? Opalaring sanlarga yetkiyot begona deb ketgani hech kimga sirmas-ku. Ijtimoiy tarmoqda o'zingni ko'z-ko'z qilguncha opangga qaralaring. Gaplaringiz to'g'ri rais, bu. Ayb o'zimizda silay rahmni unutib qo'yib biz to'rson pul topib. Rahmat sizga. Qani yurgan. Sevaraxon. Labbay. Uka? Assalomu alaykum opa. Nochor oila oqtarasan. Mana o'zingni opang. Jigaring. Shundoq xavoraga. Jigar bo'lib, salla xavoramasın. Shunday baquvvat tog'alarim bor ekan. Menga nega aytmagansiz? Rahmdan unutib qo'ymaylar.